Yana bir marta aytib qo'ymoqchiman. Kim mana svetoforlarda turib olgan, ko'chalarda turib olgan, tilamchilik qilayotgan, ularga kimdir sadaqa berayotgan bo'lsa, sunnat xilofini qilyapti. Payg'ambarimiz qaytargan ishni qilyapti. Chunki payg'ambarimiz mana bundan boshqasi senga harom deb turib, shun tilamchilik qilishdan qaytarganlar bor. Payg'ambar alayhissalom tilamchilik qilgan odamni qo'liga bitta boltani berib turib, borginda o'tin chopib yig'ib kelib sotgin degan. O'sha yaxshiroq senga degan. Hattoki Allohning payg'ambarlari ham qo'lini kasbdan ovqat yegan deydi. Nimaga mana shularga odamlar pul beradi, men tushunmayman-da shular. Nega beramiz ularga? Kim o'zi ular? Siz berayotgan sadaqangiz Alloh rizo bo'lsin deb beradi. Lekin kim nimaga beradi shularga? Nimaga? Kim ular? Sadaqa oladigan odamlarmi? Kasb qilmasdan tilamchilikka harom qilayotgan ish qilayotgan odamlar. Nega beramiz biz? Kundan kunga ko'payib ketyapti. Uylarni ko'rsangiz hayron qolasiz. Mehmon ozgina bir ish bor, mehnat qilgandan yuzingizga sakrab ketadi. So'rayapti, sadaqa so'rayapti. Alloh yo'liga so'ramaydi. Hojiboy bo'ling, shunaqami? Hojiboy bo'ling. Hojiman desa bittasi, yana bir marta hojiga boringda deyapti-da uni. Pul bersangiz bo'ldi unga, hoji ham deyaveradi. Birodarlar, shunga bir e'tiborli bo'laylik. Hech kim bermay qo'ysa yo'qib ketadi shular, gum bo'lib ketadi. Halol mehnat qilib, ish qilib topadigan mehnatni bizni bolalarimiz ham o'rgatyapti shunaqa qilsa bo'lar ekan. Joylari bor, tag'in bo'ladi. Shunga bermaymiz. Ishonasizmi, shu turganlar mashinalari bor. Nexia 3'lari bor. Cobalt'lari bor. Bundan ham kattaroq mashina yurganlarini ko'ramiz. Faqat uylari bu yerda bo'lmaydi-da. Bor. Ayol bor. Shunga bir yordam qilish kerakmikan deb turib shuni nariroqqa o'tib qarasak, shunday o'tib bitta yangi mashinaga o'tirib haydab ketdilar. Aytdim, bu buni shunaqa bo'lsa, qonasi qanaqa bo'lar ekan unda, maşallah.